Imro'zlar sufrai lazzati tojiki qurtob. Bugun juda mazali o'sha tojikcha qurtob taomini birgalikda tayyorlaymiz. Avval go'shtimizni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olib, quruq qozonimizga solamiz. So'ng o'zimiz yaxshi ko'rgan preparavalarni ham qo'shib olamiz. Ustidan yog' va suvni quyib, bitta lavroviy list qo'shamiz. Gazni baland qilib yoqib, go'shtni pishirishga qo'yamiz. Qaynash holatiga kelgandan keyin olovni pastlab, seli ketguncha kutamiz. Endi qatlama patirlarimizni qo'limiz yoki pichoq yordamida maydalab olamiz. Aynan shu patirdan tayyorlasanglar bormi, mazzasi bomba bo'ladi. Alohida idishimizga qurtlarning ustidan qaynagan suv quyib eritib olamiz yoki blender qilsanglar ham bo'ladi. Men chesnok ham qo'shdim. Ketidan suzma solib, o'zingizlar xohishingizlarga qarab suyultirib olasizlar. Salatiga o'sha o'zimiz bilgan piyoz, bodring va pomidor to'g'rab, kashnich, ukroplarni va yetarlicha tuzni qo'shib aralashtirib olsanglar bo'ladi. Ana endi to'g'ralgan patir ustidan tayyor suzma va salatni solib, ketidan yumshoq pishgan go'shtni ham solamiz. Menda aynan shunaqa домашний sariyog' borligi uchun shundan foydalandim. Eng shirin ta'mni sariyog' berar ekan, shuning uchun qo'rqmasdan ustidan quyishinglar mumkin. Qurtob taomini bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tayyorlab ko'rganinglarda albatta meni ham duo qilishni unutmanglar. Yegan taomlarimiz shifoli va ibodatlarimizga quvvat bo'lsin.